Beruniyda biznes başlayman devirgen ağalarımız için hemme narsasi, remontlar 100% tayyor. Arkamda ko'rib turgan 2 etajli zdaniyamiz arendaga beriladi. Eng muhimi, ya'ni go'shti joyi zdaniyamizning razmeri, ya'ni hajmini keladigan bo'lsak, 18 metrga 20 metr bo'ladi. Ya'ni umumiy bir etajining o'zi 360 metr kvadrat joy sizning xizmatingizga 100% tayyor bo'ladi. Bundan bir yuqorida ikkinchisi bor. Ya'ni yuqori ham 18 ga 20 razmerda bo'ladi. 360 umumiy 2 etajli oladigan bo'lsangiz 720 metr kvadrat joy tayyor turibdi. Qaysi biznesni boshlaymiz shunda deb. Biz hozir bu binoning ikkinchi etajına chiqdik va hozir men mana chiqqan zinaning tiyinda unitaz va rakovina uchun joy ajratilgan va hech qanday muammo yo'q. Bu narsalarni ham qo'yib, sizning xizmatingizga 100% tayyor etib, konditsionerlarni ham o'zlari o'rnatib, taxlab beradilar. Zdaniyaning remontuna keladigan bo'lsak, pastki taraf ham, patoloklar ham, divorlar ham, oyna, eshik, hamma narsasi, даже svetlarining rozetkalargacha 100% tok bilan ta'minlangan va ko'rib turganingizda yana bir muhim ustunlik tarafi, Zdaniya hech qanday bir ma'lumli biznes turuna moslab ishlanmagan. Ya'ni bir narsani reja etib turib, shundan boshqa turdagi biznesda ishlayacak bo'lsangiz o'zgartirib yurishingiz shart emas. Oddiy e'tibor aytadigan bo'lsak, ag'a, yaxshilab e'tibor eting. Hammasi taxlab qo'yilgan. Xohlasangiz oddiy net bo'lak-bo'lak etib ishlashingiz mumkin. Bu yerda xohlagan turdagi biznesingizni boshlashingiz mumkin. Kompyuterxona deysizmi, 2 etajli polniy ullu kiyim do'kon etsangiz ham bo'ladi. Ullu mebel do'kon, bitovoy texnika do'kon etib ochsangiz ham bo'ladi. Barcha biznes turlari uchun eng ideal variantlardan birisi. Yana bir muhim joyi bo'rding lokatsiyasi. Ya'ni bu yoq tarafimiz hafta bozor bo'ladi. Hafta bozordan bu yoqdan kelaverib, bu yog'imiz yonganasida muzikalniy shkol. Muzikalniy shkoldan o'tib shunda yo'lda aylanganingizda bu zdaniyamiz chap qo'lda bo'ladi. Bu yog'imizda esa Visakol joylashgan. Lokatsiya shunday ishqobat joyda joylashgan, menimcha o'zingizga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Undan tashqari bu zdaniyamizning oldi tarafida da orqasida da joyi bor. Ya'ni oldi tarafida nudur qo'yaman desangiz, mashallah kelib turib, klientlaringizning mashallalari turaman desa, o'ngada joy bor. Orqasida vaqtinchalik sklad etib foydalanaman, o'zim qurib olaman desangiz, orqasida da bo'sh joy bor sklad etib foydalanishingiz uchun. Endi eng muhim joyina keldik. Ya'ni bu zdaniyaning arendasining puluncha so'm. Pastda telefon nomer qoldiramiz. Shu ekraningizda chiqib turgan nomerga, faqatgina shu nomerga bog'lanib turib, bemalol to'liq ma'lumot olishingiz mumkin va bemalol pulini, aytilgan pulidan o'zingiz kelishib, o'zingiz kelib, ko'rib, o'zingizga moslab, bahosini ham kelishingiz mumkin. Boshliq bo'lib niyat etib turgan ishlaringiz o'ngdan kelaversin deb qolamiz. Zdaniyamizning общий metr kvadrati 720 metr kvadrat. Yana marta eslataman. Har kuni ham bunday joylar arendaga qo'yilavermaydi. Podpiska bosib qo'yish adingizdan chiqmasa, shunda Beruniyning ichida shunday yangiliklardi, shunday e'lon va reklamalardi. Undan tashqari eng foydali ma'lumotlar nerda nima ochilyapti, hammasini hammadan birinchi o'qib bilib borishingiz mumkin.